DTM'da algebra 10 ga taalluqli bo'lgan test, berilgan funksiyaning aniqlanish sohasini toping. Testni yechib o'tamiz. Demak, funksiyaning aniqlanish sohasini topishimiz kerak. Funksiyaning birinchi qismi bo'lgan tangen sin x o'ziga qaraylik. Tangen sin x sinus x taqsimi kosinus sin x qilib yozib olaylik. Endi qaraylik. Bu qismi aniqlanish sohasi, ya'ni kosinus sin x'imiz 0 ga teng bo'lmasa bo'ldi. Ya'ni kosinus sin x'imiz teng emas 0 bo'lsa bo'ldi. Bu hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi, chunki sin eng kichkina qiymati -1, ya'ni -1 1 orasida eng katta qiymati 1. Ya'ni birimiz radianda berilgan, bunga -1 bilan 1 orasiga sonni qo'yishimiz kerak. Minus bilan 1 ham kiradi. -1imiz taxminan radianda hozir gradusga aylantirsak -57,3 gradus. Bunisi plus 57,3 gradusga teng bo'ladi. Gradusda. Orasidagi sonlarni qo'ysak, kosinus hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Ya'ni -57,3 gradus bilan 57,3 gradusda kosinus hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Demak, bu qismning aniqlanish sohasi ixtiyoriy haqiqiy son, ya'ni x tegishli yer. Bu qismniki bu faqat. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Ikkinchi qismi kvadrat ildiz ichidagi son, ya'ni kvadrat ildiz ichidagi ifoda, ya'ni funksiya. Minus x kvadrat plus 7x kvadrat ildiz ichida bo'lganligi uchun katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Bundan minus x qavzdan chiqarib olsam bo'ladi x minus 7 katta yoki teng 0 bo'ladi. Yoki minusga ko'paytirib olsam x ko'paytiruv x minus 7 kichkina yoki teng 0 bo'ladi. Son o'qida tasvirlay buni. Bittasi 0 0 ga tenglasam bittasi 7, ya'ni 0 bunisi 7. Bo'yaladi mana. Chunki 0 ham 7 ham kiradi. 7 dan katta sonni x o'rniga qo'ysam, bu ham musbat bo'ladi. Ko'paytmasi musbat, manfiy musbat. Bizga 0 dan kichkina yoki tengi kerak. Ya'ni musbat bo'lmagani kerak. 0 dan 7 gacha bo'ladi. Demak, birinchi qismi javobi x tegishli yer edi, ikkinchi qismi aniqlanish sohasi 0 dan 7 gacha ekan. Ikkalasini kesishtirsak, javobimiz 0 dan 7 gacha bo'ladi. Ya'ni x qiymatiga, ya'ni x o'rniga 0 dan 7 gacha bo'lgan ixtiyoriy haqiqiy sonni qo'ysak, funksiya aniqlangan bo'ladi. Berilgan testimiz javobi C. Bu test professional ikkinchi qismida olindi.